O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasining topshirig'iga asosan Ma'rifat ulashib loyihasini amalga oshirish maqsadida Astraxan davlat texnika universitetining Toshkent viloyatidagi filialida taniqli adiblarimiz bilan uchrashuv tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni kitob mutolaasiga jalb etish, badiiy savodxonlik darajasini oshirish orqali ularni vatanparvarlik va yurtimiz kelajagiga daxldor ruhda tarbiyalashga qaratilgan turli xil badiiy kechalar tashkil etilmoqda. Astraxan davlat texnika universitetining Toshkent viloyatidagi filialida tashkil etilgan talabalar bilan adiblar uchrashuvi ham ana shunday maqsadlarni ilgari surdi. Dastlab muassasa o'qituvchilari mehmonlarni qarshi olishdi va suhbatga kirishdi. Shundan so'ng ijod ahlining taniqli vakillari bilan talabalar uchrashuvi va taqdirlash tadbiri o'tkazildi. Bu tadbirlarni hozir, keyinchalik, kelajakda ham juda ham katta ahamiyati bor, chunki hozir informatsion texnologiyalar asrida ko'pchilik yoshlar, talaba yoshlarimiz kitobdan sal uzoqlashgandek nazarimda. Talabalar va adiblarni bir-biriga yaqinlashtirish maqsadida uchrashuvlarimiz ko'p bo'lgani yaxshi. Talaba yoshlarimizga katta motivatsiya berdi. Tadbirimiz juda ham qiziqarli, savol-javoblarga boy bo'ldi. Taklif etilgan mehmonlar kitobxonlikning kishi ma'naviy olamini kengaytirishdagi o'rni va afzalliklari, yoshlarning dunyoqarashlarini rivojlantirishda adabiyotning tutgan ahamiyati haqida so'z yuritishdi. Shuningdek, shoirlar o'z ijodlaridan eng sara asarlarni talaba yoshlarga o'qib berishdi. Shoirlarimizning faoliyati va ijodiga qiziqqan talaba yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Adiblarimiz kelib, o'zlari tomonidan yozilgan she'rlarni o'qib berib, biz yoshlarni yanada kitob mutolaasiga yaqinlashtirib bormoqda. Hozirgi paytda ko'plab talabalarimiz, ko'plab yoshlarimiz kitoblarni elektron shaklda o'qib mutolaa qilishmoqda. Aynan ushbu loyihalar, shunday tadbirlar bizni yanada kitob mutolaasiga yaqinlashtiradi. Bugungi uchrashuvimizda ham adiblarimizdan Zokir Xudoyshukurov, Sayyora To'ychiyeva, Kavsar Turdiyevalar tashrif buyurishdi filialimizga. Bunday tadbir bizda yozuvchilarimiz tomonidan yozilgan she'rlari, yozilgan asarlaridan namunalar keltirib berishdi. Biz yoshlarga kerakli bo'lgan tavsiyalarni berishdi. Biz bundan shunday xulosa oldikki, har qancha o'qisak ham kam ekan. Biz yanada ko'proq o'qishimiz, yanada ko'proq bilimga ega bo'lishimiz kerakligini angladik. Bunday loyihalarni yanada ko'paytirish aynan biz yoshlar uchun muddao bo'lgan bo'lar edi. Shundan so'ng Ma'rifat ulashib loyihasi doirasida universitet tashabbusi bilan taniqli adiblar Qibray tumanidagi 46-maktab o'quvchi yoshlari bilan ham uchrashishdi. Maktab o'quvchilari o'zlarining badiiy chiqishlari bilan yig'ilganlarga xush kayfiyat ulashishdi. Uchrashuv so'ngida esa adiblar maktab o'quvchilari bilan birgalikda Yashil makon umummilliy harakati doirasida maktab hovlisiga daraxt o'tqazishdi.